Bu videoda men sizlarga turagentlik sohasida qaysi yo'l bilan va qancha pul topish mumkinligini, turagent o'zi kim, nima ish qiladi, qanaqa pul topadi, turagentlik ochish uchun qancha pul kerak bo'ladi va oxirgisi turagentlik bilan hamkorlikda ishlab bir tiyin pul sarflamasdan qanaqa pul topish mumkinligini o'rgataman. Ham sayohat, ham daromad qilmoqchi bo'lsangiz, rivojlanib kelayotgan biznes, turagentlik ochmoqchi bo'lsangiz, yangi sohani o'rganib hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz yoki ishlab turgan ishingizdan ketmasdan turib qo'shimcha daromad qilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Salom, ismim Aziz, turagentman. Marsur tur firmasi Ko'skul o'quv markazi asoschisiman. Hozirgi kungacha 10 ta davlatda bo'lganman va ikkitasida Tojikiston bilan Italiyada trening o'tganman. Umumiy 7 yillik dars berish tajribasiga egaman va hozirgi kunda aktiv turagentman. Oxirgi yillar o'zida 500 ga yaqin turistga shaxsan o'zim orzusidagi sayohatni tashkillashtirib berdim. Aziz, спасибо вам большое. Rahmat, Marsur firmasiga. Aziz, здравствуйте. Спасибо вам большое за Va hozir men sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan bilimlarim orqali meni shogirdlarim o'zligini tur firmaligini ochishgan. Har xil tur firmalarda ishlashadi va undan tashqari o'zligini asosiy ishidan ketmasdan turib, men bilan hamkorlikda ishlab qo'shimcha daromad qilishadi. Ushbu videoda nimalarni o'rganasiz? Birinchisi, turagent o'zi kim, nima bilan shug'ullanadi, qanaqa pul topadi? Ikkinchisi, turizm sohasida qaysi yo'llar bilan daromad qilsa bo'ladi? Uchinchisi, turagentlik ochish uchun qancha mablag' kerak bo'ladi? To'rtinchisi, qanaqa qilib asosiy ishingizni o'zgartirmasdan turib, turizm sohasiga kirib, qo'shimcha ko'proq pul topishingiz mumkin. Va beshinchisi, turizm sohasida tur sotishdan tashqari yana qanaqa qo'shimcha yo'llar bilan pul topish mumkin. O'zi men bu sohaga qanaqa kelib qoldim? Bu sohaga kirishimdan oldin o'zi o'quv markazim bo'lgan. U o'quv markazida o'zim ingliz tilidan, rus tilidan ancha yildan beri dars berganman. Asosan chet elliklarga dars berganman. Amerikalik, angliyalik, italiyalik o'quvchilarim bo'lgan. I've been learning Russian with Mr. Aziz since I've been learning Russian now for about a month with Aziz. And I'm a student of Aziz and learning Russian with him. I've been learning Russian with Mr. Aziz for about I've been learning Russian with Aziz for a long time. So I'm learning Russian for the last 11 months with Mr. Aziz. O'zi ishlarim yaxshi edi, lekin yengilroq, qiziqroq narsa o'rganib kelgan. Chet ellikga dars berganim uchun sayohatga qiziqishni boshlaganman. Va birinchi marta turagentlikka borib Dubayga tur sotib olganimda o'zi hayolim kelgan turagentlik ochish mumkinligi. Ozgina vaqt o'tib hisob-kitob qilganimdan keyin turagentlik sohasida yaxshi pul topish mumkinligini tushunganimdan keyin o'zi borib kursda o'qiganman. $500 kursda o'qib, bir oy tajriba olib, borib ishga kirganman. Va birinchi oy o'zidayoq yaxshi sotuvlar qilib, 7 million so'm oylik olganman. Keyin ozgina ishlab, tajriba orttirib, o'zimni tur firmamni ochganman. Turagent o'zi kim va nima bilan shug'ullanadi? Turagent bu chetga chiqish bo'yicha, turlar bo'yicha konsultatsiya beradigan sotuvchi. Turagentning asosiy vazifasi bu turistni sharoitidan kelib chiqib, unga to'g'ri keladigan yo'nalish tavsiya qilish va uni byudjetidan kelib chiqib, unga eng zo'r mehmonxonani taklif qilish. Turagent mijozlariga tur paket, otel, aviabilet, transfer, shunga o'xshagan xizmatlarni tashkillashtirib beradi va undan tashqari viza bo'yicha konsultatsiya beradi. Bu sohada yaxshigina daromad qilsa bo'ladi. Qanaqa ishlashni tushunmasangiz, sotuv ko'nikmalarining ustida ishlasangiz, klientskiy bazaga olsangiz, yaxshigina daromad qilsangiz bo'ladi. Misol uchun, iyul oyida shaxsan o'zim bitta oilaga tur qilib berdim. U oilada ikkita katta, ikkita kichkina va bitta chaqaloq bor edi. Bu tur kombi tur edi, 5 kun Antaliyada, 5 kun Istanbulda va u turdan 38 million so'm sof foyda qildim. Bu sohada qanaqa qilib daromad qilsa bo'ladi? Birinchisi, bu turagentlik sohasini o'rganib, turagentlikka ishga kirish. Turagentlikda ishlab, tajriba orttirib, klientskiy baza yig'ib, yaxshigina daromad qilsanglar bo'ladi. Misol uchun, boyaga aytganimdek, birinchi oyligim 7 million so'm bo'lgan. Undan tashqari ishlayotgan joyingizda sizni tekinga sayohatga yuborishligi mumkin. Yana bitta misol, men ishlayotgan joyimda 3-oy o'zida meni Dubayga tekinga vystavkaga yuborishgan. Hozirgi kunda yaxshi turagentlikka talab juda ham katta. Tur firmalari ko'p, lekin yaxshi turagent topish oson emas. Misol uchun men o'zim ishga kirayotganimda turagent kerak degan e'lon qidirmaganman. Internetga kirib turagent sifatida yozib, chiqqan turagent sifatida nomeriga telefon qilib, sizlarga turagent kerak ekan deb suhbatda kelishib, borib gaplashib ishga kirganman. 3 ta joyga borgan bo'lsam ham 3 ta joydan ham ishga olib qolishgan. Ikkinchi daromad qilish yo'li bu turagentlik ochish. Yaxshi turagentlik yurg'izish uchun birinchi o'rinda o'zingiz yaxshi turagent bo'lishingiz kerak. Ertaga tur firmangizda qanaqadir qiyinchiliklar, qanaqadir muammolar bo'lsa, birinchi o'rinda ularni o'zingiz hal qila olishingiz kerak. Undan tashqari ertaga xodimlaringizni kontrol qila olishingiz uchun, ertaga xodimlaringiz sizni aldamasligi uchun siz o'zingiz yaxshi turagent bo'lishingiz kerak. Sohani tushunib, ozgina tajriba orttirganingizdan keyin o'sha xodimlar sonini ko'paytirib, kengayishni boshlasangiz bo'ladi. Misol uchun o'quvchim Hilol opa, Olmaliqdanlar, oxirgi kursimni eng kuchli o'quvchilardan bittasi. Oxirgi 2-3 oyda tur firmalarini ochib, yurg'izishni boshladilar va hozirgi kunda yaxshi sotuvlar qilib kelyaptilar. Katta rahmat aytmoqchi edim. O'qitib o'rgatganlaringiz ancha asqotyapti. Informatsiya berishlarda ham, samoveringizda ham ozgincha turistlarga dani berishdan oldin ko'proq informatsiya yig'ib, ularga informatsiya berganimga qiziqib, o'sha bir
beshtami partiya turist yubordim-da, xudoga shukr. Yaxshi normal ishlar ketyapti. Endi xodimlarni ko'paytirib, keyingi ishni o'ylayapti. Yana bitta misol, o'quvchi Behruzligi Buxorodanlar, ularni o'zlarini aviakassalari bor edi, viza xizmatlarini ko'rsatishardi. Lekin odamlar tur so'rab kelishganda, turni qilib berisha olmasdi va majburlikdan boshqa tur firmaga yuborishardi. Hozirgi kunda tur agentligini ham tugatib, o'sha turlarni ham sotib kelyaptilar. Endi tur firma ochish uchun qancha xarajat ketishini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda tur firma ochishingiz uchun sizga litsenziya kerak bo'ladi. Litsenziyani olish uchun yagona darchaga borib firma ochasiz. Firma ochayotganingizda sizdan veb-sayt, sug'urta va boshqa dokumentlar talab qilinadi. Shunga o'rtacha $1000 atrofida ketadi. Undan keyin siz o'sha tur firmangizga joy qidirishni boshlaysiz. O'rtacha tur firmaga to'g'ri keladigan 30-40 kvadratli xona $500-600 dan boshlanadi Toshkent sharoitida. Keyingi xarajatingiz mebel, kompyuter, telefon, shunga o'xshagan elektronikalarga o'rtacha $800-900 ketadi eng kamida. Va undan tashqari reklama marketingga $700-800 sarflaysiz eng kamida. Shunda bizda общий расход tur firma ochish uchun kamida $3,500 pul bo'lishi kerak va har oy reklama, ijara, xodimlarning oyliklari, svet, internet shunga o'xshagan xarajatlaringiz bo'ladi. Tur agentlik sohasida daromad qilish uchinchi yo'li bu tur agentlik bilan hamkorlikda ishlash. Misol uchun, o'quvchim Aziz tur agentlik kursini bitirgandan keyin tanishlariga, qarindoshlariga bu sohani o'rganganini e'lon qildi va kursni bitirgandan keyin bir haftadan keyin $800 daromad qildi. Bu turni qilib berish uchun u hech qanday xarajat qilmadi. Bizning firma bilan hamkorlikda ishladi va shundan $800 daromad qildi. Yana bitta misol, birinchi patokumda o'qigan Nodir aka. Kursni bitirganlaridan keyin ular tur firma ochmadilar, chunki o'zlarining ishlari, bizneslari bo'lgani uchun vaqtlari yo'q edi. Lekin yaqin atroflarda chetga chiqadigan tanishlari ko'p bo'lgani uchun ular bilan birga hamkorlikda turlar qilib berishni boshladi. Bitta tur o'zida vi ko'tardi bu pashti. Assalomu alaykum Nodir aka, Aziz akani, siz turizm kurslarini birinchi potokda o'qigan ekansiz. Qanaqa bo'ldi natijalari? Shu haqida ozgina o'ylasha olasizmi? Men o'ylaganimdan ham yaxshi bo'lgan. Men tasavvur doiramdan ortiqroq bilim olganman. Turizm sohasida u qanaqa ishlaydi, qanaqa ketma-ketlikda ishlaydi, turizm orqasida bitta turist dam olishini orqasida qancha odam xizmat ko'rsatishi, uning orqasida qanaqa katta ish bo'lishini men o'sha yerda Aziz akaning darslarida chuqurroq bilimga ega bo'lganman. Kursdan keyin siz tur agentstvi ochmagan ekansiz, tur firmaga ham ishga kiribsiz. Xo'p, qanaqa davom etdingiz bu sohada o'zisiz? Bu sohada endi o'zimni asosiy biznesim bor. Shuning uchun to'laqonli operatsion sistemadan chiqa olmaganim uchun tur agentstvi ocha olmadim. Nega? Chunki u yerda asosiy o'zingiz faoliyatda bo'lishingiz kerak. Shu sababdan, lekin shunda ham tashlab qo'ymadik. Ya'ni o'zimizning yaqin tanishlarimiz, do'st birodarlarimizni hammaliga bilishardi, men o'qib bitkizganimni, hammasi maslahat so'rab, men ham keyin nima qildim? Aziz akamga ishonganim Aziz aka, ya'ni ekspert sifatida ham, tur agent sifatida ham men u kishida ishonchni ko'rdim va shundan keyin Aziz aka bilan hamkorlikda ishlashni boshladik. Ya'ni tur u qadar qimmat emasligini men shunda anglab yetdim. Xo'p, Aziz aka kurslarda o'qidingiz, qanchada kursda o'qiganingiz o'zini pulini oqladi? Bitta tur o'zida vi ko'tardi bu pashti. Xo'p, Aziz aka kurslarda o'qidingiz, qanchada kursda o'qiganingiz o'zini pulini oqladi? Bir haftada. Bir haftadan keyin уже foyda qildingiz. Shunaqa. Yaxshi Antaliyaga tur so'rab qolishgandi. Shu chiroyli qilib organizatsiya qilgandik. Bir haftada o'zini oqladik. Xo'p, oxirgi savolim, bu kursda o'qishni kimlarga tavsiya qilgan bo'lardingiz? Albatta, tur agentstvi ochmoqchi bo'lgan odamga, tur agent bo'lmoqchi bo'lgan odamlarga va sayohat qilishni sevadigan odamlarga. Ya'ni sayohat qilishni yaxshi ko'radi, lekin qimmat deb o'ylayaptimi? Kelsin, o'zini bilimi uchun sarflasin ozgincha. Geografiyani yaxshi tushunadi. Kelajakda sayohat qilish unchalik qimmat emasligini biladi. Hozir tur agentlik sohasida daromad qilish mumkin bo'lgan 3 ta asosiy yo'lni ko'rib chiqdik. Endi tur agentlik sohasini o'rganib, ishlayotgan paytingizda yana qo'shimcha daromad qilish yo'llari bor. Birinchisi bu viza xizmati. Tur agentlar viza bo'yicha konsultatsiya berishadi va undan o'rtacha har bir kishiga $150 dan $200 dan konsultatsiya uchun olishadi. Siz ishingizga dokumentlarni yig'ib, dokumentlarni topshirish kiradi. Hech qanaqa garantiya bermaysiz. Viza chiqsa, chiqmasa, siz o'sha pulingizni olasiz. Yana bitta misol, turist chetga chiqqandan keyin unga nima kerak bo'ladi? Unga ekskursiya kerak bo'ladi. Odatda ekskursiyalarni kutib oladigan kompaniya 2 barobar, 3 barobar qimmatroq taklif qiladi. Lekin siz tur agent sifatida yaxshi partnyorlar bilan ishlab, o'sha turni ancha arzonroq taklif qilib, o'shandan ham qo'shimcha daromad qilishingiz mumkin. Va yana bitta misol, turist chetga chiqqanda unga sug'urta kerak bo'ladi. Bir xil turlarning ichida sug'urta bo'lmaydi. O'sha sug'urtani qilish uchun siz partnyorlar bilan ishlab,
O'shandan ham yana qo'shimcha daromad qilishingiz mumkin. Keling endi bu sohani afzalliklari to'g'risida gaplashamiz. Nima uchun o'zi bu sohani tanlash kerak? Birinchisi bu arzon sayohat. Siz bu sohaga kiradigan bo'lsangiz, qachon va qaysi yo'l bilan arzon sayohat qilish mumkinligini tushunasiz. Bu narsa bo'yicha chuqurroq, to'liqroq ochiq darsimizda gaplashamiz. Ikkinchi sabab yana sayohat. Turagentlar uchun, turagentlar direktorlari uchun maxsus turlar bor. Bulardan bittasi bu infotur. Infoturda siz faqatgina yo'l kirasiga to'lab, lyuks mehmonxonada yashab, bir hafta ichida 30-40 ta mehmonxonani borib o'rganib kelasiz. Va bu o'rganganingizdan keyin siz ularni sotishingiz, taklif qilishingiz ancha osonroq bo'ladi. Yana bitta misol Relax Tour. Relax Tour bu aynan turagentda dam olish uchun mo'ljallangan tur. Bu turlarda siz faqatgina yo'l kirani to'laysiz va lyuks mehmonxonada faqatgina dam olasiz. Undan tashqari direktorskiy tur degan narsa bor. Bu turlarda umuman hech qanday xarajat qilmaysiz. Hamma narsa partnyor tomonidan qoplangan bo'ladi. Misol uchun, iyul oyida partnyorimiz Easy Booking 70 ta turagentlik rahbarini Abu Dabiga direktorskiy turga yubordi. Наше подразделение по международной деятельности тоже здесь. Заместитель руководителя отдела Ирина Косячук. O'tda biz umuman hech qanday xarajat qilmadik. 3-4 ta mehmonxonada yashadik. Hamma xarajatlarimiz qoplangan edi. Aviabilet, mehmonxonada yashash, 3 mahal ovqatlari, ekskursiyalar, muzeylarga kirish, hamma narsa ichida edi. Uchinchisi bu cheklanmagan daromad. Bu sohada qancha ko'p ishlasangiz, qancha ko'p harakat qilsangiz, shuncha ko'p pul topishingiz mumkin. To'rtinchi sabab bu networking, ya'ni tanish bilish orttirish. Siz bilan ishlaydigan odamlar, chetga chiqadigan odamlar, ular asosan biznesmenlar yoki qanaqadir katta должностda ishlaydigan odamlar. Va oxirgi sabab bu komfort. Yozda salqin, qishda issiq ofisda ishlash. Agar sizga bu soha yoqqan bo'lsa, bu sohaga kirmoqchi bo'lsangiz, farqi yo'q. Turagentlik ochasizmi yoki turagentlik kasbini o'rganib, turfirmada ishlamoqchimisiz yoki turfirma bilan sherikchilik ishlamoqchimisiz? Birinchi o'rinda o'zingiz yaxshi turagent bo'lishingiz kerak. Yaxshi turagent bo'lish uchun birinchi o'rinda yaxshi kurs tanlashingiz kerak. Men o'zim misolimga keladigan bo'lsam, men kurs tanlashda adashganman. $500 to'lab o'qiganman, lekin o'qituvchilardan emas, biznesmenlardan dars olganman. O'zimni sotuvda tajribam, qiziqishim, harakatim bo'lgani uchun turfirmaga oson ishga kirib ishlab ketganman va ozgina vaqt o'tgandan keyin o'zimni turfirmamni ochganman. Ushbu videoda turagentlik ochishi, turagentlik kasbini o'rganib, qaysi yo'llar bilan va qancha daromad qilish mumkinligi haqida umumiy ma'lumot oldingiz. Agar siz bu soha bo'yicha dalish ketmoqchi bo'lsangiz, chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, maqsadingiz turfirma ochish yoki haqiqatan bu kasbni o'rganib daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz, siz uchun 2 soatlik master-klassim bor. Bu master-klassimda qanaqa qilib turagentlik kasbini o'rganib ish topish mumkin? Qanaqa qilib turfirma ochsa bo'ladi? Nimalarga ahamiyat berish kerak? Turfirma ochish xarajatlari va qadamlari. Va undan tashqari qanaqa qilib bu kasbni o'rganib arzon sayohat qilish mumkin? Va oxirgisi qanaqa qilib bu kasbni o'rganib asosiy ishingizdan ketmasdan turib qo'shimcha daromad qilishingiz mumkin? Hech qanaqa risksiz, hech qanaqa xarajatsiz. Shu mavzular haqida 2 soat gapirganman. Agar bu darsni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, ushbu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin yoki Telegramdan yozishingiz mumkin. Yoki Telegram kanalimizda link qoldirganman. O'sha link orqali o'tib, nomeringizni qoldirsangiz, menejerlarimiz aloqaga chiqishadi.